Mana. Va'daga muvofiq mana 10 ming so'mdan mana Juma bozorga ham keldi-ya jigarlar. Bitta like, bitta podpiska bosib qo'yamiz. 10 ming so'mdan tanlab olamiz mana. Jigarlarim tanlab olamiz mana. Zohidon Juma. O'g'il bolagi deysizlarmi, qizligi deysizlarmi? Qaranglar, har xil modelida 18 ming so'mdan doimiy narxdagi bosinoshkalarimizda yana повтор keldi. Hamma kutayotgan o'sha 18 ming so'mlik doimiy narxdagi bosinoshkalarimizdan yana повтор olib keldik. Bu safar boshqacha chiroyli modellardan kelgan. Ko'rishingiz mumkin, o'g'il hamda qiz farzandlar uchun yozda mazax kiyishadi, kiyib yurishlari uchun juda ham qulay. Bu gece bana gelmen gerekli. 6 mingga detski jimpir olasizmi? Bu tush emas. Bu haqiqatdan Xitoy bozoridagi narx hozir. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, yozib qo'ygan 3,5 yuan. Mana hammasi 3,5 yuandan sotiladi. Yana 9 ming so'mga jenski shim bor ekan. Bunaqasi O'zbekistonda hech qayerda topa olmaysiz bunaqa narxi. Keyin 35 ming so'mdan ekan. Shtatillar mana. Talamash o'tib ketdi. Bek baraka bozoridan. Oho, talamash. Lakasta Telegramda. Talamash o'tib ketdi. Sizlarga bugun zo'r xabarimiz bor. Bunga qarang, zo'r xabarlarning zo'ri. Shu naskilarni halol birini tutasiz. Agar 4 tasini olsangiz 10 ming so'm deb turibdilar. 4 tasi 10 ming so'mdan. Hech qanday lop emas azizlar. Naskilarning sifatini Qizlar 10 ming so'mdan ham skidga aytdik, 9 ming so'mdan ham skidga aytdik, 8 mingdan ham skidga aytdik. Sizlar 5 ming so'mdan skidga qizlar. Qaranglar, ishni zakotgalarimiz hammasi 5 ming so'mdan. Kapalak, ya'ni kapalak sizdan ishidagi hammasi. Sochimda Eshitganlaringizdek, bularimiz donasi 5 ming so'mdan pochka yosasan